Samarqandda 28-aprel Butunjahon mehnatni muhofaza qilish kuni munosabati bilan salomatlik sari shiori ostida 5000 qadam yurish marafoni bo'lib o'tdi. Mazkur tadbir O'zbekiston Kasaba uyushmalari Federatsiyasining Samarqand viloyati kengashi tomonidan tashkil etilib, sog'lom turmush tarzini keng targ'ib etishga xizmat qildi. Yurish marafonida ishtirok etgan muxbirimiz batafsil tafsilotlar bilan tanishtiradi. Mazkur marafon Samarqanddagi Xo'ja Doniyor maqbarasidan start olib, Registon maydonigacha davom etadi. Unda kasaba uyushmalari a'zolari, turli soha vakillari hamda keng jamoatchilik a'zolari ishtirok etishmoqda. Mazkur yurish marafoni nafaqat jismoniy faollikni oshirish, balki jamiyatda sog'lom turmush tarzini qaror toptirishga qaratilgani bilan ham ahamiyatlidir. 28-aprel Butunjahon mehnat muhofaza qilish kuni munosabati bilan yurish marafoni, 5000 qadam yurish marafoni tashkil qilindi. Mana bu tashkil qilingan marafon shundan iboratki, insonlar qancha ko'p yursa, insonda qon aylanishi yaxshi bo'ladi, sog'lom mehnat muhiti paydo bo'ladi. Erta tongdan mana shunday ko'tarinki ruh bilan olib borilayotgan tadbir hammani kayfiyatini ko'taryapti deb hisoblayman. Tadbir davomida ishtirokchilar yuqori kayfiyatda, ko'tarinki ruhda masofani bosib o'tib, birdamlik va hamjihatlik namunalarini namoyon etdilar. Bu yerga o'z kursdoshlarimiz, kafedra mudirlari, kafedra domlalari bilan tashrif buyurdik. 5000 qadam yurdik. Kayfiyatimiz ko'tarilishiga sabab bo'ldi va badan tarbiya mashqlari bilan shug'ullandik. Men o'ylayman, har doim har bir inson shunaqa badan tarbiya mashqlari bilan shug'ullanib, shunaqa ko'proq yugurish bo'lmasa ham shunaqa yurib turish kerak. Viloyatimizda faoliyat ko'rsatgan barcha korxona tashkilot muassasalarining ishchi va xizmatchi xodimlari, oliy o'quv yurtlarining talabalari, umumta'lim maktablarining o'quvchilari faol ishtirok etib, ana 5000 qadam yurib o'tishdi. Samarqand viloyatida o'sha kasaba uyushmalari tashabbusi bilan tashkil etilgan ushbu tadbirlar, marafonlar, uchrashuvlar har kuni davom etmoqda. Hammani ushbu tadbirlarga, uchrashuvlarga, marafonlarga taklif etib qolamiz. Mazkur marafon esa sog'lom hayot tarziga intilayotgan keng jamoatchilikni bir maqsad yo'lida birlashtira oldi. Maftun Obaydullayeva, Bahrom Abdullayev, Ovoz informatsion dasturi uchun Samarqanddan.